Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xalqimiz bugungi suhbatimiz juda ham qiziq bo'ladi. Ya'ni organizmga suvni ta'siri, ya'ni qanchalik suv foydali va zararli. Bu suvni teriga foydali taraflari hamda zararli taraflari hamda suyak mushak tizimiga, ya'ni travmatologiya va ortopediya sohasida suvni qanchalik foydali va zararligi haqida mavzumiz bo'lib o'tadi. Buning uchun biza yaqin bir do'stimiz Hasan Abdurahmonovich travmatolog ortoped chaqirganmiz va men Kamina o'zim Mirzahmedov Elyor Shuhratovich dermatolog, kosmetolog, trixolog va lazer bo'lish mutaxassisi egasiman. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli hamyurtlar. Avvalambor taklif qilganing uchun do'stim senga katta rahmat. Endi suhbatimizni boshida bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Biza Elyor o'rtog'imsan. Endi o'rta. Sansalar gaplashamiz. Shunaqa Chunki qilamiz. hozir qiynalib qolishimiz mumkin. Biz shu xalqimiz uchun nima deydi? Orada bir tushunmovchilik, ya'ni hurmatsizlik bo'lmasligi uchun biz bir-birimizga sansalar murojaat qilamiz. Chunki biz bu o'rtog'imiz bilan institutdan beri, shu birinchi kursdan beri yaqin ulfatimizda do'stlik uchun qariyb 20 yildan va o'shaning uchun sansalar gaplashamiz. Buni sizlar aybga bermaysizlar. Qariyb 20 yildan oshiq do'stligimiz bor, ulfatchiligimiz bor. Shuning uchun Elyorjon bilan biz bugun haligi badiiy tarzda emas, jaydar tilda suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimiz Elyor tushuntirib aytgandek, oldinda issiq kunlar boshlanadi, suv havzalari ochiladi. Hamma oilasi bilan, do'stlari bilan o'zi issiqda suv havzalariga boradi. Ana o'sha davrlarda mumkin bo'lgan inson organizmiga, bolalar o'sishiga yaxshi suvni suzishni, ya'ni yaxshi taraflama ta'siri va uni zararlari, nojo'ya ta'sirlari, o'zimni soham bo'yicha masalan bolalarni o'sishi, rivojlanishi, har taraflama foydasi va zararlari. Do'stimizni yo'nalishlari, sohalari bo'yicha bu suv havzalaridan noto'g'ri foydalanishda teri kasalliklari va terida bo'ladigan har xil o'zgarishlar haqida suhbatlashamiz. Albatta. Kamina Hasan Abdurahmonovich Rasiyev, 10 yildan oshiq travmatolog ortopedman. O'zim Elyorjon bilan birga Toshkent davlat pediatriya institutini 2012-yil bakalavrini tugatib, undan so'ng yo'nalishlar bo'yicha o'z sohalarimizni ordinatura, magistratura yo'nalishlarini o'qib, ishga kirib, hozirda xalqimizga qo'limizdan kelgan yordamni bajarib kelamiz. Albatta. Bo'lmasa mana siz o'zingiz tarafdan do'stim, endi bir sansirimiz biz endi yaqin do'stmiz. Endi o'rtada haligi kulishib, hazilamiz oddiy bo'lsin, sodda bo'lsin, xalqqa to'g'ri yetib borsin bu narsa. O'zimizda bo'lgan oldingi nimalarni eslashib, eski holatlarni esga olib, yaxshi narsalarni xotirlagan yaxshi-da baribir. Mana o'rtoq bir o'zing ayt, mana organizmga suzishi mana shu suyak mushak tizimiga qanchalik foydali va zararli. Shuni ayrimlarini sanab o'tsangiz, keyin men o'zim tarafdan shuni bir almashsak fikr. Endi kun mana bu bahor faslida turibmiz. Boshlandi. Bundan buyog'iga 30 gradus ko'rsatyapti bugun o'sha. Mana bolalar organizmiga, bolalar haqida gaplashaylik birinchi. Bolalar organizmiga va bolalarni o'sishida suv havzalarini yoki to'g'ri suzishi qanchalik foydaliligi va uni zarari haqida gaplashamiz. Siz ayting o'zingiz tarafdan. Mana shundaki, bolalar уже tug'ildi, допустим, tug'ilishdan boshlaylik. Tug'ildi, ona uni ota-onasi oqyuvda oqtaradi. Ma'lum bir yoshga yetdi. Ayrim oilalarda farzandlar 6 oylikdan boshlab yoki bo'lmasa 3 oylikdan boshlab havzalarga qo'yishni boshlaydi birga. Buni o'ziga yarasha yaxshi foydalari bor. Yaxshi foydalaridan shuki, bolani birinchi bo'lib skelet tizimi, mushak tizimi
qon aylanishi bolada, bolani asab tizimiga foydalari suvi juda yaxshi. Ya'niki bolani o'sishida muskullar mana suv qanchalik yordam beradi, suvga tushdi, suzishni boshladi, bolani organizmida muskullar, mushak tizimi, birinchi mushak tizimi ravnoverno, ya'ni bir xil, bir-biriga mutanosib holda rivojlanadi. Ya'ni endi bu deganim ertadan kechgacha suvda bo'la olmaydi. Bo'lsa bolalar uzog'i bilan 20 minut, yarim soat, 1 soat bolaga qo'yib bersang 2 soatdan so'ng cho'laveradi. Endi ko'karib uni nazorat qilish kerak. Sovuq suvda ko'karib, muzlab, qaltirab suzishi bu ham noto'g'ri. Endi vaqti bilan ota-onasidan ota-onasi nazoratida bu yoqqa chiqib, masalan, issiq choy yoki issiq vannalar qabul qilib o'rtada suzgan yaxshi. Ma'noki muskul tizimi, mushak tizimi bolalarda o'sha ma'lum bir vaqt kun davomida 1 soatmi, yarim soatmi, 2 soat mana bor yoki 20 minutmi suzishi tanani hamma muskullarini baravar ishlashiga, baravar rivojlanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni bu muskullarga afzalligi butun mushak organizmda, masalan, mushak bo'lsa, qanchadir mushak bo'lsa, o'sha hammasi ishlaydi, dam olmaydi. Mushaklarni prochennostligi, ya'ni o'zbek tilida aytganda mustahkamligini oshiradi. Unga keladigan, unda qon aylanishini yaxshilaydi. Uni innervatsiyasi, ya'ni nerv bilan ta'minlanishi, nerv bilan baribir hamma mushakka nerv oxiri kelib joylashadi. Nerv oxiri kelib joylashganligi uchun biz hamma mushaklarimizni, qo'llarimizni, oyoqlarimizni harakat qildiramiz. Ana shu sinapslar deyiladi. Birikkan joylarda shularni o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi. Shular oqibatida muskul tizimini, umumiy katta muskul tizimini baquvvatlashishiga, tonusi oshishiga sabab bo'ladi. Bu bir taraf. Ikkinchi tarafni endi ikkinchi tarafi, misol uchun tanani suyak tizimi, bo'g'im tizimi, skelet tizimini oladigan bo'lsak, suyak, bo'g'im, skelet tizimida bolani o'sish gormonlarini yaxshi rivojlanishiga, o'sish gormonlari undan yaxshi normada ajralishini ta'minlab beradi suv. Endi suv havzalari bolani yaxshi o'stiryapti deylik, hamma suvga olib boryapti deylik. Bu yerda bolalarga qanaqa nojo'ya ta'siri bor degan masalani qo'yishdan oldin, misol teri tarafdan samalasini edi-ya, yaxshi foydasini teri tarafdan aytsangiz, shunaqa qilib bo'lishib, mavzudan qochmasdan. Umuman oladigan bo'lsak, terini suvga, hali aytganimizdek, suvni teriga foydasi ham zarari oladigan bo'lsak, foydali talablari baribir ko'proq, lekin o'ziga yarasha zararli tarablari ham bor. Masalan, birinchi foydasi, hali o'zing aytganingdek, o'sha organizm suzishga borganda, odam suzish boshlaganda butun tanada mushaklar harakatlanadi va shuni hisobidan o'sha umuman tanada barcha a'zolarda shu bilan birga terida qon aylanishi yaxshilanadi. Va bu narsa organizmda terini rangini nima desa bo'ladi? Tiniqlashishiga olib keladi. Suzishga borgan odamlar e'tibor bergan bo'lsang, rangi tiniq bo'ladi, bo'dri yurishadi. O'ziga ishongan, balki nakachinlik o'xshagan qizlarga ko'rsa, qizlar ham vaqt suzishga borgan yaltirab turishadi. Biceplari katta bo'ladi. Bu foydali taraflarida, ya'ni misol uchun, bu undan tashqari suzish yana bitta foydali tarafi stress gormonini tushirar ekanda, odam dam olar ekan. Bu nafaqat bu stress gormoni tushdi degani, shu adrenalin, noradrenalin gormoni bilishadi xalqimiz ham, doktorlar ham. Mana shularning tushishi organizmda dam olishi, ya'ni xotirjamlikni olib keladi. Va kelasi ishga o'sha quvvat bo'ladi. Siz juda to'g'ri gapiryapsiz, lekin bu joyda bitta narsani eslatib ketaman. Agar suzishni noto'g'ri qiladigan yoki noto'g'ri suzadigan bo'lsa, noto'g'ri suzish qandoq? Peribashir,
Kerakdan ortiq. Keragidan ortiq suzadigan bo'lsa yoki noto'g'ri mashqlarni bajaradigan bo'lsa, suvda o'sha stress gormoni noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Ha, noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Bola inson organizmida bosh og'rig'i, bel og'rig'i, yelka og'rig'i boshlaydi, rivojlanadi-da. Bu endi sabab bu ana perbash degan aytganingdek, xalq aytganda zo'r qitirib yuborasan-da. Bir cho'mirmay yurib, bir tushib qolasan-da, keyin bir o'zingni badalazdek his qilib suzasan bir 15-20 metrda, keyin ertasiga cho'zilib yotasan. Ya'ni bizdan aytgan молочник satachiladi, sutlar ajralib, ertasiga og'riq bo'lib, ishga borging kelmaydi, yurging kelmaydi. Bir haligi odamni lahasiga olib kelgan bir holati. O'shaning uchun hamma narsani o'zini me'yori yaxshi-da. Teri tarafdan terini yaltirashini faqat o'sha suvi uni oqimiga bog'liqmi, nima fikrda yo'q, uni qanaqadir tuzlanish, sho'rlanish darajasiga bog'liqmi? Suvni masalan odam suvga tushib harakatlanganda, suv harakat bo'lgandan keyin nafaqat muskullar, balki teri ostidagi o'sha biz aytganda mayda muskullar yoki neftonlar qisarish hisobidan teridagi haligi yog' bezlari bo'ladi yoki po'ralar bo'ladi. O'shalarni kengayib, yaxshi ishlashiga sabab bo'ladi-da. Bu foydali taraflari. Endi undan tashqari masalan akne, ya'ni husnbuzar holatlarida o'sha suzish ham biz tavsiya qilamiz, chunki qon aylanishi yaxshilanadi. Yoki bo'lmasa post aknedan keyin o'sha yuz sohalarida dog'lar qolib ketishi bo'ladi. Mana bu ham qon aylanishida stress gormonlari pasayishiga olib keladi. Shu taraflama juda ham foydali demoqchimiz. Mana shu gapim, lekin menga nima bo'ldi, o'rtoq, yangilik bo'ldi. Chunki sen o'zing sohangni yaxshi mutaxassissan, teri nima, ko'jinlik, teri kasalliklari bo'yicha yaxshi mutaxassissan. Menga mana shu joyi haqiqatan ham yangilik bo'ldi. Men hech qachon o'ylab ko'rmagan ekanman shu paytgacha. Nima? Haligi teridagi toshmalar, husnbuzarlarni davolashda suvi yaxshi foydali tarafini. Buni foydaligi ham bor, hali zararli ham. Hali aytgandek, normada qilsa foydali. Normadan ortiq haligi nagruskada ishlasa, ya'ni yuklamada, unda ziyon, ya'ni stress gormoni nabor ko'tarilib ketadi, charchash hisobidan-da. Kecha endi mana shu suv bilan bog'liq bir yaqinda bir maqola o'qib qoldim. Ham o'zim juda ham qiziqdim to'g'risi. 2-3 marta boshqa joylardan kitoblar ochdim, internetni ochib qaradim, PubMed qaradim. Bitta maqola o'qib qoldim. Xullas, Tokioda bitta bir klinik holat o'tkazishgan, lekin undan oldin bittani aytmoqchiman. Odamda, sen agar bilsang, yosh katta odamlarda, 40-50 dan oshgan odamlarda shu bo'ynida haligi bir qarli hidi bo'ladi bizning, yog' aralash hid bo'ladi-da. Balkim sezganmisan yoki sezmagandirsan. Dog'lar demoqchisan. Yo'q, dog' emas, hid bo'ladi. Ya'ni kamroq cho'miladigan yoki bo'ldi. Bu ko'pchilik mana hidlanib deydi-ku, mana shu narsa. Men nimaga suvga bog'lamoqchiman? Qarilik hidi bo'lar ekanda. Bu maxsus shunaqa bir diagnoz emas, bir holat bor ekan. Men buni balkim prosta gapni bo'ldim, lekin qidirdim bu narsani. Cho'milsa ham ko'p cho'milsa ham ketmaydigan hid demoqchisan-da. Ha, balkim shudir, lekin buni sababini qiziqib ochib qarasam, o'sha bu terini o'zi bilan bog'lamas ekan bu hid. Organizmda shu yog' bezlari bo'ladi. Mana shu yog' bezlari yosh o'tgan sari uni funksiyasi pasayadi. O'z umuman, lekin imunda yosh kattalarda shu yog' bezlarini dan ajralayotgan yog' kislotalari, ya'ni to'ymagan kislotalari ajralgandan keyin u quyosh nuri tushish natijasida oksidlanish prosesi hisobidan aldegiddga ajralar ekan, ya'ni yog' kislotalariga to'ymagan. Mana shu yog' kislota odamga yosh katta qariyalarda shunaqa qarilik hidi degan tushunchani berar ekan. Teri bilan yog' qavatini orasida to'planadi demoqchisan. Yo'q, mana terini o'zini 3 ta qavati bo'lsa, terini o'sha pastki gipoderma bilan derma qavatidan yog' bezlari bundoq qopcha va kanal bo'lib chiqib ketadi. Ana shu ishlab chiqayotgan yog' yosh katta bo'lganda ultrafiolet nuri, quyosh nuri ta'sirisida parchalanish hisobidan spesifik hid berar ekan. Uni o'sha Tokio nima aytmoqchiman? Tokioda shuni исследование qilishdi-da, qara. 70 ta odam, добровольный odam boribdi, ya'ni o'zini xohishi bilanda borib tekshirish o'tkazishibdi.
tekshirsa haqiqatdan masalan 100 ta odam bo'lsa, shundan 70 ta bo'lsa, hammasida shu narsa bo'lar ekan. Keyin ular buni yechimini qidirishibdi, nima qilamiz deb. Va tarkibida o'sha filing kislota yoki azelining kislota bo'lgan dori vositalarini yoki salfetkalar shaklida ishlab chiqarishdida 70 ta odamda qo'llashgan, artishgan. aynan bo'yin sohasini aytyapman. Chunki bu bo'yin xosligiga xos xususiyat, boshqa joyda emas ekan bu. Men buni keyin foydaligini musulmonchilikdan foydali taraflari bor ekan. Men uni oldinroq keyin tushundim bu narsani. Birinchi tushunmadimda, keyin fikr qilgandan keyin tushundim. Buni hozir tushuntirib beraman. Demak, mana shu bo'yin sohasida yog' bezlari, ajralayotgan yog' bezlaridan spesifik hidda odamga shu yerdagi bezni berar ekan, yog'lab berar ekan. Imенно o'sha bo'yin sohasidagi yog'. o'shani joylashgan ekanmi yoki Aynan shu yog' sohada joylashgan, butun tana bo'ylab yog' bezlari joylashgan. Aynan bo'yin sohasidagi yog' bezlari yoshi kattalarda qarilik hidini berar ekan. Mana shu tekshirish natijasi nima ma'lum bo'ldiki, 70 ta odam tekshirishgan Dabrovoliyda. Keyin ularga yarimiga bo'lishganda 35 tasiga oddiy suv, 35 tasiga maxsus o'sha yog'ni parchalaydigan tarkibida azilik kislotasi bor moddalarni ishlatishni tavsiya qilishgan. Ikki guruhga ajratganda u. Suv bilan ishlatganda ham foydasi bo'lgan, lekin men bu maxsus kimik tarkibiga ega bo'lgan modda ishlatganda foyda yana ko'proq bo'lgan, 70% ga natija bergan. Narigida 50% bo'lgan. Keyin aytganki, demak, bu yosh katta bo'lganiga qaragandan keyin mana shu narsani qilish kerak ekan degan ilmiy asoslab fakt bilan berishyapti-da. Keyin o'ylab qoldim. To'xta dedim, uni bizga dedim, musulmonchilikda necha yil oldin payg'ambarimiz tavsiya qilib ketganlar tahorat qilishchi. Mana o'zing bilasan, tahorat qilganda mana shu suv olib, bo'yin sohasini element bor. Bitta elementi bor, mana shunda yuvib o'tib ketadi. 5 mahal tahoratda 5 mahal. 5 mahal yuvibdi bu. Endi qaraganda bu Tokio hozir aniqlayapti. Bu necha yil oldingi informatsiya. To есть ular bu yerda bu ham bir Xudoning bir qudrati mo'jizasida bu musulmon bo'lmagan uchun bular Evrika deb olib chiqdi. Ular tushunmaydi bizda oldin bo'lgan. Da, uni bilish kerak. To есть bu narsa ilgaridan bo'lgan. Yana xuddi shunaqa qiluvchi bitta joyda o'qigan edim. Alzgeymer degan kasal bor. Bilasan o'zi, odamlar haligi o'zini o'zi tanimay qoladi, qarindoshini tanimay qoladi, nima deyotganini bilmay qoladi. Mana shunda ham bir hozir qaysi davlatda esimda yo'q, bir olim tekshirish o'tkazganda xullas kuzatgan Alzgeymer kasali kimda ko'p bo'lar ekan deb kuzatgan. Bu masalan Yevropa, Amerika anaqalarda kuzatganda qarasa ularda protsent ko'p foizi kasal bo'lish. Yevropada, Amerikada. Statistikasi bo'yicha. Keyin bu musulmon davlatlardan ham qiziqib ko'rgan. Qiziqsa musulmon davlatida bu narsa kamagan. Keyin borib buni qilgan ishi, aqlli qilgan ishi masjidga borib kuzatganda, nimaga unaqa bog'liqligini qidirganda, aynan mana shu joyini massaj qilganda, ya'ni suvni yuvayotganda bo'yini suv yuvib ketyapsan. Ikkinchidan mana shu sohada bir qanaqadir nerv bor deb aytyapti endi olimda. Nerv bor ekan, shuni shu qilganingda, ya'ni massaj qilasan-ku, shu silash o'zi Alzgeymer kasalidan olinlar ekan. Mana qarang. Qanaqa bog'liqlik. Meditsina bilan nimani musulmonchilikni bir-biriga bog'laydi. Lekin hozir aniqlayotgan narsani bizga necha yil oldin bu narsa informatsiya berib ketilgan. Lekin juda ham bir qiziq ma'lumotda bu narsa. Qiziq, menga ham qiziq. Hozir birinchi marta sendan eshitishim. Juda ham qiziq ma'lumotlarni ko'zim yosh keldi. Kecha o'qiganda o'qib berdim, tavba dedim, Xudo qudratidan dedim. Shunchalik narsa ko'p narsa berilganki, biz faqat shunga bir e'tiborsiz bo'lar ekanmiz. Elementar kichkina narsa, lekin uni afzalligini ko'rasan. Afzalligida. Lekin mana shu hozir bo'yindagi yog' bezlarini haligi yoshi katta bo'lgandagi xususiyatlarini haqida gapirding. Bu yerda bilasanmi, umuman shu bo'yin sohasining muskullari yoki bo'lmasam uni qon tomir bilan ta'minlaydigan tomirlar, nervlar va bo'yinni o'sha umurtqalari, 7 ta bo'yin umurtqasi bo'lsa, bo'yin umurtqalarini rivojlanishi ham именно mana shu suvga suzishga, harakatga bog'liq. Endi suzgandan keyin odam xohlaysan, xohlamaysan, chapga o'ngga qilasan, bo'yin chapga qayladi, bu yerda ani osteoxondroz, tuzda erib ketishi, bir hammasi tabiiy fiziologik holatda nima deydi, yaxshi tarafga o'zgarish bo'ladi. Shunaqa. Gaping to'g'ri bo'ladi, lekin bu yerda eng qiziq narsa
haligi suvda yosh katta odamlar nuroniylar bizda endi bizani davlatda man o'ylayman buni statistikasi kam. Masalan, nafaqadan keyin Nimani statistikasi? suzish bilan shug'ullanadigan yosh katta odamlarni imni suv havzalariga borib suzish bilan shug'ullanadigan Statistikasi kam bo'lsa lekin men o'zim bilasam, poliklinikada ishlayman-ku. Men bilgan odamlarni ko'pi o'sha pensiyadan nafaqaga chiqqandan keyin, pensiyaga chiqqandan keyin uyda o'tiradi yo bolalari bilan yuradi. O'ziga qarashi kam bo'ladi. Ya'ni o'sha suv havzalariga borish yoki bo'lmasam nimalarga borish o'zbeklarni bizani mentalitetimizda men o'ylayman sal haligi navaralar ko'proq ustun turadi o'ziga nisbatan. To'g'ri. Men mana misol uchun kuzataman-da, o'zim bir 10 yil oldin bir poliklinika ishlagan bo'lsam, hozir ham bir poliklinika ishlayman. Medosmotrga keladi-da. Mana hozir kakras suzish mavsumi boshlagan uchun medosmotrga kirib kelishadi. Ilgariga bir 10 yilga oldin nisbatan hozir odamlarda ya'ni tibbiy madaniyat oshgani uchun o'sha suzish havzalariga o'sha 3 oylik bola bilan kelishyapti. Men o'zim guvoh bo'laman. 3 oylik bolasi, onasi, buvisi, dodasi, u oilaviy xullas. Bu zo'r. Bu men hozirgi kunda bo'layotgan narsa, masalan, Mirzolobey tumanida bo'layotgan holatga yetolmasan. Bu zo'r, lekin bu ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Yo, to'g'ri. Qara, endi men просто nima demoqchiman? Mirzolobey tumanida bo'layotgan holat. Mana shu narsani madaniyat, tibbiy madaniyatni faqat shu tumanda emas, butun Toshkent shahar, viloyatlarda, o'sha viloyatlarda suv havzalarida cho'miladigan, ya'ni basseynida u xalq deyotgan shularni ko'paytirish kerak-da. Shug'ullanadigan trenerlar qo'yish kerak. Masalan, ayrim joylarda xoli oilada bor, sharoiti bor, faqat masofa uzoqligi uchun bora olmasligi mumkin-da. Bu gaping ham to'g'ri. Shuning uchun har bir joyda o'sha tumandami yoki bir anaqada viloyatdami ochsa, lekin men o'ylayman hozirgi paytda tumanlarni o'zida ham juda ko'p joyda men bilaman. Umuman Toshkent shaharida emas, Toshkent viloyatida yoki bo'lmasam boshqa viloyatlarda ham bu suv havzalari ko'proq ochilib qoldi oxirgi paytlarda. Ko'p sezamiz o'zida. Ko'paydi, lekin bu havzalarga boradigan insonlarni yosh jihatdan oladigan bo'lsang, haligi yosh bolalar va o'rta yoshlilar to'g'ri, bizda kam ekan tashkil qiladi, lekin nafaqa yoshdagilar, mana 50 dan oshgan insonlarni umuman suv havzalariga borishi kam. O'zbekistonda kam ekan, chunki men o'zim o'tgan yili o'sha Qirg'izistonda chiqqan, oddiy Qirg'izistonga misol aytaman. O'tgan mana har xil davlatdan, dunyodan odamlar keladi, issiqko'l bilasan o'zing, xabaring bor. Kuzatdim, chet eldan yoshi katta shu pensioner odamlarning kelishi patogi ko'p. Qirg'izistonda issiqko'l? Ha, bizni davlatga solishtirgan demoqchiman. Bizdan ham borishyapti yosh kattalar, yo'q emas, lekin yoqdan boshqa davlatdan, yondosh davlatlardan, qo'shni davlatlardan kelayotganlar miqdori bizga nisbatan solishtirganda ko'p, lekin bizda ham hozirgi kunda ishon ko'paydi. Normalniy, kam emas. Bu yaxshi, bu quvonarli holat. Xudo xursand bo'ladigan holat. Boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, haligi bo'yin muskullarini rivojlanishi bu o'sha suv havzalarida doimiy suzgan bolalar, chiniqqan bolalar, o'rta yoshdagi, katta yoshdagi insonlarda umuman kasallikka chalinishi ham nisbatan kamroq bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni bu yerda faqat mushak tizimiga, qon tomir tizimiga, nerv tizimiga, teriga bog'liymiz. Lekin organizm bir butun. Uni immun tizimi, to'g'ri aytding, immun tizimi bor. Immunitetni oshiradi suzish. To'g'ri, bu faqat suzish teriga emas, travmatologiyada, ortopediya emas, yurak qon tomir tizimiga, nerv tizimiga, oshqozon tizimiga, hamma tizimga ta'sir qiladi. Bu foydali. Suzib qolinglar. To'g'ri suzilsa. Hozir sog' salomat bo'lganda, qobiliyatli bo'lganda, kuch-quvvat bor paytida suzinglar, oxirgacha suzinglar. Bu endi hazil, endi suzish kerak o'zi, foydali. Bo'ya esimdan chiqdi-da, xayoldan ko'tarildi, shu to'g'riroq nom esimga kelmadi-da. Endi hozir dabaqqa qo'yamiz bu joyini. O'sha hali aytdimki, 40-50 yosh oshgandan keyin odamda yog' kislotalari, ya'ni to'ymagan yog' kislotalari ishlab chiqarishi
oshib borar ekanda, o'sha bu narsa bizda meditsin tilida polimetilin kislotasi deyilar ekan. Mana shu polimetilin kislotasi quyosh ta'sir qilgandan keyin oksidlanib 2-nionenal degan moddaga aylanar ekan. Mana shu modda haligi qarilik hidini berar ekan. Qarilik hidini berar ekan. Terini ustki qavati. Yo'q, aynan bo'yin sohasida. O'sha bo'yin sohasini teri qavatida yig'iladi-da, shuni to'g'rimi? Misol uchun o'zing oddiy misol bilasan, oq ko'ylakka sen tez yoqqa kirib oladi. Mana yog' bezi qatdi. Suvni biz endi hozir yaxshi taraflarini aytdik, endi buni o'ziga yarasha suvni ziyoni yo'q, lekin keragidan ortiq yoki noto'g'ri foydalanishi bu ziyoni bo'ladi. Sen endi o'zing tarafdan ayt shuni qanchalik yomon taraflar, ya'ni nojo'ya ta'sirlari bor. Ortopediya yo'nalishida, travmatologiya yo'nalishida, umuman meditsina yo'nalishida. Gaping to'g'ri o'rtoq. Suv o'zi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, bu o'zi bu ne'mat-da. Bir ne'mat. 80% suv. 70-80. Insonni yaralganligini, odam bo'lib turishini 80-85%. Turishi skeletga bog'liq, aldama. Yo'q, aldama qochma. Suv bor-ku. Ushlab turadi ekan. Ushlab turadi. Suvsiz skelet ham shundoq tura olmaydi o'rtoq. Shunaqa. Endi buni yomon tarafi sen to'g'ri aytding. Bu yerda suv o'zi yomon emas, lekin suvdan noto'g'ri foydalanish yomon. Suvdan hamma sohada ham noto'g'ri foydalanish yomon. O'zimizning sohaga aloqasini aytadigan bo'lsak, hozirgi mavzuyimizga suvda mana yoz fasli yaqin ko'pchilik basseynlardan ko'ra ochiq oqar suvlarga borib ariqlarda muzdaydi, maza qilib cho'milib kelaman, suzib kelaman, kalla tashab kelaman. Boshlanadi. Keyin bolalar o'rtasida, kattalar o'rtasida, undan kattalar o'rtasida har xil yoshda bor-da bu, misol uchun. Endi bordik deylik, borib oldi deylik. U suvga birinchi marta borishi u insonlar. Oqar suv. Unga oldin hech ham kelmagan. Oldin uni yonida ham bo'lmagan. U oqayotgan suv haqida ma'lumotga ega emas. Uni chuqurligi emas, ma'lumoti bor deb suv haqida. Chuqurligi. O'sha joyga to'sam. O'sha joyiga nisbatan. Suv haqida to'sadi bo'laman. Borib cho'miladigan joyiga, kalla tashiydigan joyiga nisbatan aytdim. To'g'ri. O'tda musor bo'lishi mumkin. Tegida musor ariq bo'lsa, o'sha oqar suvlar aytdim, ariq aytdim. U teg ko'rinmasligi mumkin. Teg ko'rinishi mumkin. Teg ko'ringan taqdirda ham uni chuqurligini orientirovkasi yo'q-da. U misol uchun haligi qahramonlar topiladi endi skopkani ichida. Namuna olib, endi suv chetida gazni olib, gaz bo'lsa, keyin gaz bosishadi. Shu bilan tashiydi. Misol, tashagandan keyin u suv tegi ko'rinmasa, xudo asrasin, hamma narsa endi hazil qilib aytamiz-ku, qoziq bo'lishi mumkin. Katta xarsang tosh bo'lishi mumkin. Shisha siniq bo'lishi mumkin, musor bo'lishi mumkin. Qanaqadir sim bo'lishi mumkin, to'r bo'lishi mumkin. Travma to'g'ri. Shundoq boshidan men eslayman. Boshidan bosar qati bilan tashlasa shu yerdan uradi, travma endi. O'rtoq, bilasam, men eslayman, oldin tez tibbiy yordamda ishlab yurgan paytimda bir voqea bo'lgan, chaqiruv bo'lgan. Hozir aniq familiyati uni kerak emas, eslolmayman-ku, qayerda bo'lganini ham ayta olmayman. Men chaqirishgan, vizitga borganman. Haligi 19 yashar bola edi. Borgan, o'rtoqlari bilan o'tirgan suv chetida, nima qilishgan? Endi maishat qilishgan. Suvga oldin tushmagan, u suv birinchi marta. Yo'q, suzishni ham biladi. Допустим, deb o'ylaylik. Qisman. U haqida men xabarim yo'q. Suv chunki pozdno edi. O'zlari aytganlar. Yo'q, pozdno edi borganimda, chunki shundoq voqea bo'lganki, haligi bola suvga tashagan kalla. Tashaganda tegida suv armatura bo'lgan. Qadarganlar. Bu endi hozir so'z bilan aytamiz, bu
oson Tasavvur qilish narsa o'zi qiyin. tasavvur qilish o'zi qiyin. No lekin u ham kimnidir jigari, farzandi, ukasidir, akasidir. To'g'ri. Og'ir-da. U vaziyatdan olib chiqish o'zi bir og'ir. U vaziyatdan olib chiqish endi juda og'ir narsa-da. O'sha Boshimizdan o'tgan bilamiz. pozni Bilasan, mana biz kollejlarga shunaqa qolib boramiz. juda Mazam bo'lmasdi bir kun, ikki kun. He. O'zimga hech kim yetmaysan-ku, lekin yuragingni qolib ketadi. Kech bo'lgan endi borganimizda o'sha haligi armatura suvi tegdi. Shunda haligi skobkaning ichida yetganda udachniy qadalgan boshga. Bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketgan. Joyida. Bu degani u katta tezlikda tashlagan yoki bilmadim. Yo'q, o'rtoq bilasanmi? Balandlikdan sakragancha. Yo'q, unaqa vaziyatda tezlikni o'zi qanday keladi? Kalla tashlashdan oldin yuguradi. 2-3 ta qadam bo'lsa ham 60 kilo borsang, borguncha 2 kilo bo'lib borasan-da. 2-3 ta qadam tashab sakraganda haligi yerni tortish qonuni bilan haqiqatan 60 kilo bo'lsang, 120 kilo ves bilan suvga urilasan. To'g'ri. U suv tegdi, urilgandan keyin, kirgandan keyin sen nima kutib turibdi? Tani, bilmaydigan joying bo'lsa, uni Xudo biladi, o'rtoq. Mana shunaqa vaziyatlarga ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshilab yet ekranga. Ehtiyot bo'lish kerak. Shunaqa vaziyatlarga tushib qolish kerak emas. Doim ochiq suv havzalariga, oqar suv havzalariga borganda oldin doim tegini tekshirish kerak. U yerda musor bormi, chuqurligi qancha, boshqasi qancha. Boshqasi qanchaligi, ichida nimasi bor, oldin tekshirib, sekin suvga badanni o'rgatib, keyin tushish kerak. To'g'ri, mana bitta narsa men yoshlikda bo'lganimda mana endi aytmaganman, hozir aytaman. Bizda yoshlik paytda shu uchastka atrofida bog'li bo'lardi, tepada latuk bo'lardi, betonli. Suv oqardi, tezligi normalniy tezlik. Bir kun borganmiz-da. Borgansan qaraysiz. Endi suv qaradi, suv bu yoqdan bu yoqqa qarab oqyapti. A nuqtadan bir nuqtaga oqyapti. Tez, mana bunaqa beton. Ko'rganman uni. Men kallani bu tarafga qarab tashlaganman. Teskariga. Shunda tushsam, bunda tashlasam, bu yoqqa yo'l o'tamansam, bunaqacha qadalganman-da bosh bilan. O'zingizni akulaman deb hisoblagansiz. Qo'lim bilan ushlab qolaman deb o'ylaganman, spet qilmaganman-da. Yorilgan bo'lganman, shunaqa teskari kalla tashladim. Yorilganmi? Yo'q, yorilmagan, Xudo bir saqlagan. Ko'kargan ishgan. Ozgina ishgan. Indamasa sekin uyga kelib, qulab, shimilashib ketdi. U paytda ishga yeta olmasdik. Ani yoshlik uydagilik etsang, bilasan, qo'shimcha doполнительный kalti yerdingda. Qo'y. Depa qilib bersa. Depa qilib berishar. Bilasan-ku, oldin bizda shunaqa bo'lgan. Hozir unaqa emas zamon. Hozir unaqa emas. Oldin bir narsa xato qilib qo'ysang, o'zing aybdorsan deb maktabda ham mana misol uchun daki berishgan. Bir o'qituvchiga ursa yo bir urganda yoki kalti anaqa qilsa, uyga borib yetishga uyalardikda yoki qo'rqardik to'g'riroq. Chunki doполнительный kalti uydan aniq edi-da. Shu ham to'g'ri bo'lgan. To'g'ri. Shu tarbiyaga men qo'shilaman. Mana hozir biz to'g'ri yo'ldamiz shuning uchun. Endi ota-onaga tikka qarash, to'g'ri gapirish, ustozni hurmat qilish degan narsalar bor-da, saqlanib qolgan. Hozirgi avlodlarda ham bor, lekin hammasida emas. Lekin bilasan, 90-95% da bor-da bu narsa. Bilasan, o'rta hozirgacha men ustozlarimni ko'rsam, qaysi bir bo'lishdan qat'iy nazar ko'ziga tik qara olmayman. Biz chunki tarbiya shunaqa bo'lgan-da, o'g'ayni. Shunaqa. O'qituvchi haligi sal mavzuga qochyapmiz-ku, lekin foydasi bo'lishi kerak bu narsa biz gapiryapmiz. Tarbiyaviy jihatdan. Tarbiya jihatdan. Tarbiya baribir maktabda emas, uyda olinadi-da. Hozirgi ota-onalar tarbiyani maktabdan talab qilishadi. Bu to'g'ri narsa. Maktab bilim beradigan joy. Maktab faqat bilim beradi, nazorat qilish ota-onaning qo'lida. Endi buni bilasanmi, o'rtoq? Zararli taraflari aytyapmiz-ku, lekin to'g'ri foydalanish ham qoidasini bilish kerak. Qoidasini bilib o'tish kerak. Birinchi bo'lib o'sha u qaysi suv havzasi bo'lishidan, yopiqmi, ochiqmi yoki daryomi, keng, bir ana bor okeanmi, dam olishga olsa. Yo'q, bizda yo'q endi. Chet elga dam olgan chiqsang, okean bor-ku o'rtoq. Hozir bo'lsin. Borsang bo'ladi-ku. Hech kim zapret qo'ymagan-ku. O'sha ma'lum chegara joylarda cho'milsang bo'ladi. O'shalarda ham to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Ya'ni tanimagan, oldin bo'lmagan joylarda oldi bilan o'sha suvi chuqurligi, shu suvi ichida cho'miladigan joy territoriyada tagida nima bor? Loymi yoki bo'lmasam u temir bormi, toshlimi, g'ishlimi, musorlimi, shu haqida ma'lumot bo'lish kerak insonda. Suvi sovuqlik darajasini обязательно bilish kerak.
Sababi suvga sakrab tushsa, ana bor hech narsa bo'lmagan taqdirda suv muzdek bo'lsa, to'g'ri, chiniqishi mumkin ma'lum bir darajada. yo'q, chiniqishdan ham burun o'rganmagan bo'lsa, chiniqmagan, hamma chiniqmaydi-ku. Chiniqmagan bo'lsa, eng minimum miyazit bo'lishi mumkin. O'sha o'zi ham yetadi. Shuni o'zi ham og'rig'i kuchliligi, ukollarni olishi, voy-voylab yotishga bahonada. Bahona emas, sabab bo'ladi. Men teri bilan bitta narsa bog'lamoqchiman. Yaqinda shu bitta случай bo'ldi. Suzishga как раз medosmotordan o'tdi, boshqa qildi, ruxsat oldi, ketdi. Kunisiga ham o'shanganlar shartta borib tashlaganlar. Basseynda botgan narsa endi terlab turib, azim mashq tashlaganlar. 5 kundan keyinmi bel bosqonchi bilan kelyaptilar, hamdada. Toshmada toshib. Nima bo'ldi desam, mantim og'riyapti. Terapevtga kirganlar. Birinchi toshma bo'lmaganda, uni bilmaganlar. Haligi nevralgiya deb olishgan. Nerv bo'ylab toshadi, toshmada toshgan. toshadi po'chalar. Og'riq rosa qattiq bo'ladi o'rta. O'zi bizdan tilda aytgandan strelyashi bo'l degan xalq degan. O'qituvga o'xshab og'rib beradi, normal beradi. Og'riq qattiq bo'ladi. Borganlar terapevt, endi terapeutni tushunmasligi tabiiy holat, chunki toshma bo'lgan, uni qanaqa ma'noda tushunganlar? Nevralgiya deb qo'yganlar. Noto'g'ri diagnoz emas. Ko'pchilik shunaqa qo'yadi. Chunki toshma yo'q. Menga kelsa mana shunaqa qo'yishi mumkin. Toshma yo'q bo'lsa. 3-4 kundan keyin menga kelyaptilar. Toshma bilan. Xudo qarasak chiroyli bo'lib joylashgan po'chalar. Nima qilamiz deydilar. Endi davolaymiz dedim. Keyin shu virusga qarshi dori hammasini yozib tushuntirib, aniga uyda dedim, sal isroq bo'lsin dedim, atapini yoqib qo'ying dedim. Sovuqda o'tirmang dedim, cho'milishga bormang umuman dedim. Hozir bir hafta emas, bir oy chekladim. Bolalar o'tirmadilar. Ha, bir haftadan keyin chiqib ketsam bo'ladimi dedi. Bir astoydil anaqa qilgan ekanlar-da. Qiziqdan kirishgan ekanlar. Keyin yo'q dedim, ododa dedim. Azgina dam olasiz dedim, davoni olasiz dedim, keyin fizichini olasiz dedim. Buni o'ziga bir 10 kun, 15 kun vaqt ketadi dedim. Keyin reabilitatsiya degan narsa bor. Ya'ni tiklanish a'zoni. Nerv shamollatyapti-yu. Bu tiklanishga vaqt kerak edi, kamida 1 oy, 2 oy, balki 3 oy kerakdir. 1 oydan xato bo'lib qolaman, nevropatolog emasman. Shuning uchun oddiy elementar narsalar, lekin to'g'ri foydalanish kerak. Masalan, shu basseynlarda ham suzishni o'zini mana ko'pchiligimiz o'zimiz borib nima deydi? Samovichga borib shug'ullanamiz-da, o'zi o'sha haligi trener bilan shug'ullangan yaxshi-da. Masalan, kirganda basseynga cho'milishdan oldin so'rash kerak, bu suv basseyn suvi xo'p. Xlor bormi? Bor. Qanchalik bu xlor miqdorda solingan, ko'p, kam? Suzib yurgan odamdan so'rash kerak, borib yurgan odamdan to'g'ri. Lekin xlorga allergiyasi bor odam u suvga tushsa, bilmasdan tushib olishi mumkin-da. Bilmasdan tushib olsa, bu bir. Ikkinchi taraf, masalan, men o'zim tarafdan gapiraman. Men atopik dermatiti bor kasallar bor. Ya'ni teri allergiyasi. Bularda o'zida haligi genetik terini qurishga moyillik bo'ladi. Xlor tiydi, bu yana sezgili oshib ketib qoladi. Zo'rayishi mumkin-da. Buning uchun nima qilish kerak? O'sha birinchi savol berib, o'sha qanchalik solingan. Cho'milib yurgan odamlarda bir yomon ta'sirlar bo'lmadimi terisiga? Toshmalar bo'lmadimi? Ikkinchi, o'sha suzmoqchimi? Namlantiruvchi biron bir krem sursin-da, bir yarim soatmi, 1 soat oldin, keyin tushsin. Ya'ni o'sha namlantiruvchi krem surganda terining tashqi tarafdan yog' qatlam hosil qiladi-da. O'zi bizda normada yog' bezimiz yog' qatlam hosil qiladi. Bizdan hamma yoqtiradi. Bu normal sog'lom odamda. Lekin o'sha ayrim kasalliklarda bu funksiya ishlamaydi. Bularda o'sha himoya qilish kerak. Keyin qurib ketadi. Chusesini sochib ketadi, sezgirlik. Keyin har xil allergik kasallik zo'rayib ketishi mumkin shuni ketidan. O'shanga namlantiruvchi krem surish kerak. Undan tashqari o'sha haligi xabaring bor, boshiga kelgan shapkalari bor. Chunki o'sha suv nafaqat tanaga, boshga, sochga ta'sir qilishi mumkin. Soch quritishi mumkin, boshni terisini quritishi mumkin. Soch to'kishi mumkin. Qanaqadir ma'lum bir modeli mutanosibligini to'g'ri qo'shilmagan bo'lsa, bo'lishi mumkin bu narsalar ham. O'shaning uchun o'sha o'zini shapkasini kiyish kerak bo'lsa, ochkilarni taqish kerak. Va cho'milib bo'lgandan keyin eng muhim narsa-da, masalan, dush qabul qilish kerak. Albatta, nimaga? Chunki buni xalq bilish kerak-da, o'rtoq. Sababi cho'milding, xo'p, mayli bilding yoki bilmading, o'sha xlorda cho'milding. Xlor badaningda turibdi-ku. Uni tushirib olish kerak mexanik yo'l bilan. Buning uchun eng zo'r yo'l dush primat qilish kerak. Oddiy. Gigiyena. Keyin gellar, masalan, haligi sulfat saqlamaydigan, kislota saqlamaydigan gellarni surib dush qabul qilsa, bu faqat himoya, terini o'zini fiziologik holatini tiklashga yordam beradigan bir yordamchi vosita-da. Endi shu o'rinda o'rta bitta hozir savol tug'ilyapti-da, mana endi. Mana ham qiyin degan savollar bor-da. Mana sen
ko'znik doktorsan. Buni hammamiz juda ko'pchilik hamma biladi. Saunaga borishadi. Saunada o'tirib basseynga tashlashadi. Aha. Bu teriga qanaqa ta'siri bor? Lekin men o'zim bilaman, u Sen yomon ta'sir qilganmi? Yo'q, menga zo'r ta'sir. Par issiqni qabul qilib basseynga tashlaganimda haqiqatan terimni o'zimda sezganman, maza qilganman. Nimaga o'g'ani qara mana. Issiga Bu har doim ham bo'lmaydi, hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Shu masalani bir xilida men eshitganman, o'sha xuddi shunaqa narsa qiluvdim. Terimimda muncha bo'lib, katta bo'lib, kuyinki toshib ketdi. Bu sababini qanaqa bo'lishi mumkin? Buni qarang, oddiyroq xalq tilida tushuntirishimiz kerak edi. Mana fizikaga oladigan bo'lsang, issiqda umuman hamma narsa kengayadi, sovuqda torayadi. Bu yerda mana issiq saunaga kirding. 50 gradusmi, 60 gradusmi, endi o'zini hamma tabiga qarab qo'yadi, ko'taradi. 40 graduslar balkim. Endi issiqda o'tirgandan keyin hamma qon tomirlar kengayadi. Terini boya yuqorida aytdim, po'ral ochiladimi? Ochiladi. Hamma narsani qabul qilaman, so'raman deb turadimi? Issiqni ham, nima bo'lsa xullas. Keyin haligi suv sepishadi, yo bo'lmasa biron bir modda tashab parlatishadi. Ma'lum bir modda, ya'ni ota yetishib bo'lmas. Har xil narsalar qo'shishadi. Uni o'sha agar o'sha tabiiy narsalar qo'shib parlatgan bo'lsa, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Foydasi bor. Endi ayrimlar bu narsadan noto'g'ri foydalanib, uni ziyoni bo'ladi. Sen aytgandek, keyinchalik allergik reaksiya bera boshlashi mumkin, chunki teri polni ochiq. Hamma narsani qabul qiladi. Shunda yutib oladi. Ochib qo'ydik biz kanalda. Endi sen chiqding, to'g'ri basseynga tashlab olsan, ya'ni 60 gradus issiqdan basseyn mana bo'lsa bir qancha necha gradus bo'ladi o'zi? Ana bor 5 gradus deng, degan. 5 gradus bo'lmaydi, og'ayni. Bir 25 bo'lsa kerak, 25-30 atrofida bo'lsa kerak. Gradusi. Plus. Endi har xil. Endi o'zi yana 60 gradus issiqdan chiqib turib, sovuqqa tushib olsan, to'g'ri, minus emas u, 5-10 durdir. Perepad o'zi katta-ku. Tushdingmi, organizmga stress gormonlar hal etdi-ku. Adrenalin boshlaydi qo'zg'alishni, o'q deydi. Miyaga signal beradi. Sovuqqa tushdim deydi, tomirlarni yop deydi. Teriga aytadi, po'ralarni yop deydi. Hammasi birdaniga spazm beradi. Qon bosimini yurak tez urishni boshlaydi. Yurak tez urgandan keyin qon aylash yaxshi bo'ladi. Qon yaxshilangandan keyin bu qon miyaga to'g'ri yaxshi yetib boradi, jigarga yaxshi yetib boradi, buyraklarga yaxshi yetib boradi. Buni faqat foydali taraflari bor, faqat buni to'g'ri foydalansa. To'g'ri, gaping to'g'ri. Yoki o'sha saunadan chiqib qish kunlarida qorga ham tashishadi. Bu vahshiy zo'r bo'ladi bu. U mexanizm terida qanaqa o'zgarish bo'ladi? Bu ham xuddi faqat bunda peripad kattaroqda. Sovuq ko'p. Bu yerda sovuq ko'cha bar minus bo'ladi, chiqqan paytingda. Plus 60, masalan minus 10 dir. Chiniqish zo'r bo'ladi. Chiniqish zo'r bo'ladi. Bu yerda birdaniga skachka bo'ladi-ku. Katta, aniga boshqa bir bosimdan bir boshqa bosimga o'tgandan keyin organizm xohlamaysan javob reaksiya berishni boshlaydi. Lekin adrenalin, noodatiy boshlaydi, gormon ishlab chiqarish boshlaydi. Bu yerda kortizol chiqadi. Hamma yo'llarni klapani ochib, qonlar haydash boshlaydi. Lekin odam nasriyati ko'tarib o'shani bilasanmi? Lekin to'g'ri. Nasriyati ko'tarib, lekin mana shu narsalar hamma odamda ham bo'lmaydi. 100% hamma odamda ham bo'lmaydi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Issiq vannadan, banyadan chiqib, muzdek qorga tashlasa, ertasi kuni haligi banjasida yotadigan odamlar ham bo'ladi. Bor, bunaqasi ham bor. Endi o'shaning uchun baribir odam o'zini har 6 oyda, 1 yilda bir marta o'zini tekshirib turish kerak. O'zini ahvoli haqida yurak tarafdan, ayniqsa yosh katta odamlar shu yurak tarafdan kardiogramma qilib, kardiogrammlar topshirib yoki buyraklarni tekshirtirib, CD orqali yoki UZI qilib, o'sha normal fiziologik holati joyidami? Agar joyida bo'lsa, bemalol. Foyda. Shunaqa. Endi suv havzalarini Elyor yoshi katta odamlarga nisbatan oladigan bo'lsak, hozir men yana bir senga ma'lumotni aytmoqchiman. Qiziqarli yoki nima bo'lishi uchun buni o'zing ham yaxshi bilasan. Suvga yoshi katta odamlar tushganda, suzishni boshlaganda, masalan uchun artrozi bor, tizza bo'g'imda artrozi bor odam tushganda yoki bo'g'imlarda artrozli bor odam tushganida, suzishni boshlaganda og'riq nisbatan kamayadi. Nima bilan bog'liq bu? Bu
suv odamni ko'tarib turadi-ku, Ha. cho'ktirmaydi-ku. Havoda muhalla o'xshaganda. Ha, bo'g'imlarga nagruzka tushmaydi-da. Ha. Suvda suzganda bo'g'imlar nagruzkasiz harakatlanadi. Ha, demak shu suyeda Tizza bo'g'imlari nagruzkasiz harakatlanadi. shu kasali bor Og'irlik odamlar nisbatan kamayadi. suzishi foydali demoqchisan. Ha, foydali ham bu yerda tana vaznini kamaytirishga yaxshi ta'sir to'g'ri. qiladi. Tana vazni kamaysa, tizza bo'g'imlariga, umuman bo'g'imlarga tushadigan yuklama kamayadi. Bu degani mani sohamda travmatologiya, ortopediya sohasida oddiy tizza bo'g'imini artrozlarini oladigan bo'lsak, buni misol uchun birinchi stepen bo'lib olaylik, ikkinchi stepen deb olaylik. Buni uchinchi stepenlarga, boshqa stepenlarga o'tib ketishini xavfini kamaytiradi. Profilaktika ham bo'ladi. Ham vez kamaytiryapti. Ham qon aylanishini yaxshilayapti. Eshitinglar, profilaktika har doim davolashdan arzon tushadi. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? Ha, Davolashdan arzon tushadi. Bu gapingga 100% emas, 150% qo'shilsam kerak. 200% qo'shiladi, to'g'ri gap bu. Avval Qari o'rtoq bitta narsa shuncha gaplashdik-ku, bitta narsa esimga kelib qoldi. Bu sanga sal ko'proq yaqinroq narsa-da, bizga ham olib lekin ko'proq sanga. ha, O'zing bilasan, suzib yuribmiz, boshqa qilyapmiz. Ko'pchilik savol ham berishadi. Balki o'zingdan bo'lgan, menda ko'p bo'lgan bu narsa. Suzyapman, ras oyoq tortishib qoladi-da. Ishlam yo'qoladi. Xavotirga tushib, ani cho'kib ketishga borasan-da. Unda chaqirib qolasan. Yo'qmasa pitir qilib, ani yo basseyn chetiga yoki qirg'oqqa qarab yugurasan-da. Lesh yetyapsan, cho'kib ketmasan deb yoki o'zingni hali o'ylab olib tashlab suvga chiqarishga harakat qilasan. oqar suv oldida o'sing, haligi chetda o'sib Chaqirib qarab, o'tga qarab yugurasan. o'tlarni ushlashga harakat qiladi. Nimaga shunaqa bo'ladi? Bilasan, bu narsa nimaga bog'liq? Chiniqmagan odam birdaniga suvga tushganda ko'pincha shunaqa odamlarda bo'ladi. Suvda chiniqmagan insonlar birdaniga issiq dan yoz kuni isib turadi hamma. Muzli suvga tushganda haligi peripat bo'ladi. Peripatda muskullar birdaniga qisqaradi. Ayniqsa bu oyog'i boldir bo'ladi, fiziologik o'tadi. Shunaqa boldir qismida ko'p rivojlanadi, chunki spazm bo'ladi. Boldir mushaklari xuddi qisqarib qoladimi? yurak mushaklariga o'xshaydi, birdaniga qisqarib qoladi. Bo'shashmaydi. Bo'shash qiyin, bo'shash qiyin. Harakat chekilib qolishi ko'pincha boldir mushaklarda son mushaklarda ham boldirda bo'lardi. son mushaklarda ham bo'ladi. Yelka yoki bel umurtqa pog'onasi mushaklarida ham bo'ladi. Ko'rmaganman, lekin kuzatiladi. Eng ko'pi boldir mushaklarida bo'ladi. Bu gapinga 200% qo'shiladi. Bo'ladi. Bu nima muskul qisqardi, cho'zil qo'yib yubormayapti. Bir og'riq suv ichida, katta oqar suv, misol uchun odam tushdi, oyog'i boldirni tortishib qoldi. Nima qilish kerak birinchi? Mana shu narsadan qara. O'zi nima qilish kerak? Shuni aytsan. Qara. Og'rig'i hisobiga o'sha odam panikaga tushadi, panikaga tushgandan keyin uni естественно cho'kishni boshlaydi. Cho'kish boshlagandan keyin yana ham panikasi kuchayadi. Bu paytda birinchi bo'lib odam o'zini qo'lga olish kerak. Ruhan o'zini tinchlantirish kerak. Tinchlantirdimi? Mayli, ozgina oqishi mumkin. Tinchlantirdimi? Birinchi bo'lib o'sha panjalarni, o'sha oyog'i qaysi boldir suyiga muskuli tortgan bo'lsa, shu panjalarni orqaga qarab sal imkoniyati bo'lsa nima qilish kerak? Orqaga qaltirish kerak, qo'yib yuboradi. Oyoqlashdan qo'llar ishlayotgan so'zi borish mumkinmi? Qara, to'xta. Imkoniyati bo'lsa. Imkoniyati yo'q bo'lsa, boy o'zing aytding, orqa tarafga suv chalqanchasiga suzib chetga chiqishga harakat qilish kerak yoki kimdandir yordam chaqirish kerak. Yordam chaqiradigan odam bo'lsa, agar yordam chaqiradigan odam bo'lmasa, amallab panikaga tushmasdan qirg'oqqa chiqish kerak. Qirg'oqqa chiqqandan keyin ham o'sha panjalarni orqaga sekin astalikda oyoq panjalarini qayirsa, muskulni sekin qo'yaveradi. Men qiyamadim, bu gaping to'g'ri. Qo'yaveradi bu. Men bu boldir suyagini menda bossa sal qo'yaveradi deyshadi. Shunaqa ko'rganman, ikkita holatda lekin yordam bergan qanaqadir. Qo'yaveradi. Gaping to'g'ri. Asosiysi agar suv ichida bo'ladi ko'pincha bo'lsa, hech qachon panikaga tushish kerak emas. Panikadan odam
chetlashib, yo tashqariga chiqishga harakat qilish kerak, yo imkoniyati bo'lsa suv ichida sekin. Agar oyog'i yerga yetsa, oyog'i bilan turishga harakat qilish kerak. Tiral. Ben shunaqa fikr kelib qoldimda, o'zi umuman suzish o'zi bir sportda bu ham. Sportni bir turida, lekin o'sha suzish uchun ham bir odam bir ma'lum bir ungacha biron bir sport bilan shug'ullanish kerak degan fikr paydo bo'lib qoldi-da. Biron bir sport, ya'ni bir futbol o'ynash shart emas, uyda masalan arjimanyami, yengil mashqlar, gimnastikalar bo'ladi-yu. Shu narsalar qilib yurish kerak degan fikr kelib qoldi-da o'zimga. Yengil gimnastika bilan o'zi hamma shug'ullanish kerak. Men nimaga unaqa davom ortiq? Bir kun bir 3 oy oldin yaqin shunaqa suvchi bo'lyapti, yo'q, 4 oy oldin. Bir joyga chiqib qoldik, ustoz bilan bir ro'para kelib qoldik, o'sha joyga chiqib qoldik-da. Basseyn 30 metr. Ulug'bek aka, bilasan, Sankt-Peterburg ustoz. Shuamiz tushdik, suzamiz 30 metr, 15 metr bo'ldimi, charchab qoldim. Ulug'bek aka ketyaptilar, nima ketyaptilar? Yoshlar necha chiqadi? Mendan adashmasam 15 yosh kattalar. Men 40 bo'lsam 55-60 ta odam. Shunaqa. Ketdilar. Qaradim, cho'tdi nito dedim. Keyin dam oldim. O'zingdan uyalmading? O'zimdan uyalaman. Keyin qarab tursam qaytib kelyaptilar o'sha. Men o'tirib turibman hali. Bu yoqqa o'tdilar-da, keyin keldim, bordim bu yoqqa qarata qaytdim. Men cho'tdi dedim, Ulug'bekga nito bo'ldi, nega desam. Qanaqa borib kelyapsiz? Men sizdan sen dir qotib qolgansan. Sen umuman dedi fiziologik ish qilmas ekansan, mashq qilmas ekansan dedilar. Siz nima qilasizdan? Men kuniga arjimanya qilamaylar dedilar. Ertalab 6 da turar ekanlar-da. Doktor odam. Ertalab turib 6 da 8 gacha mashq qilar ekanlar. Arjimanya qilar ekanlar, tosh ko'tarar ekanlar. Xullas, hisoblaganda kuniga adashmasam, yolg'on bo'lmasa, lob bo'lmasa, 400 dan 500 gacha arjimanya qilar ekanlar. Ya'ni birdan emas, bo'lib dam olib. Mana kuch qattiq suzish. Shunaqa. O'zimdan uyaldim, shundan keyin shug'ullanishga boshladim malaka. Hammaga tavsiya qilamiz buni. Shuning uchun biron bir har doim odamni nima qaratadi degan savolga harakatsizlik qaratadi. Gipodinamiya bu bitta teri uchun emas. Travmatologiya uchun ham, ortopediya uchun ham, yurak uchun ham, hamma narsa uchun faqat bu harakatsizlik qaratadi va boshqa kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Meni fikrim shunaqa. Sen 100% qo'shilaman. Ko'p kuzataman-da. Mana hozir e'tiborga bergan bo'lsang, mana Yevropada ham, Amerikada ham muammosi semizlik. Shunaqa. Nimaga shu? Harakat kam. Bizda bilsang, agar mana gapingni bo'ldim, esir patir dodalarimiz, bularimiz qoni qo'ygan ko'rganmisan o'zing? Eslagin? Pashti yo'q. Bo'lmagan. Ketmon chopishgan, boshqa qilishgan, mehnat qilishgan, faqat mehnat bo'lganda semizlik bo'lmagan. Mana Amerikaning asosiy muammosi semizlik. Yevropaga borsang semizlik. Yaqinda bir o'tgan yil ota-onam Gruziyaga borishdi. Ular aytib beryapti, endi ularning fikri, bolalari deydi yengayotgan paytlarda hammasi semiz. Qon semiz. Endi unga o'ziga yarasha qanaqadir tashqi omillar ta'sir qiladi. Endi bu qanaqadir politikalar bor, lekin o'sha hamma narsa bu harakatsizlikdan va o'shaniki tayyor ovqatlarga, fast foodlarga o'rganib qolganman. Yasha. Ya'ni qachon odam semiradi, qachonki harakat olayotgan energiyani chiqarish energiyasiga nisbatan kam bo'ladi. Mutanosiblik buzilsa. Agar bir xil bo'lsa, bir xil turadi. Shunaqa. Ko'p yuborib kam harakat qilsa, semirib ketadi. Demak, xulosa qilamizmi? Ha, o'zing tarafdan xulosa qil, keyin davom ettiraman. Xulosani qanday qilamiz? Qisqa qilamiz. Bo'ldi, qisqa, aniq bo'ladi. Qisqa, aniq va lo'nda qilamiz. Hammaga tavsiyamiz shu, obunachilarimizga, xalqimizga doim o'zinglarni yaxshi ko'ringlar, o'zinglarni sevinglar, doim harakatda bo'linglar. Suzish mashqlarini qila olmasanglar yoki suzish imkoniyati bo'lmasa, boshqa yengil mashqlar bilan ham odam organizmini, umuman skelet tizimini, mushak tizimini doim rivojlantirib, qoyalanishini yaxshilab, o'zi uchun bir yengillik yaratib, reja qilib olish kerak. Reja qilib olish kerak. To'g'ri aytasan. Endi men teri tarafdan ayta qolayda endi. Sen umumiy aytding. Endi umumiy aytsam bo'lmas. Teri tarafdan o'sha aytadigan bo'lsa, birinchi umumiydan boshlaylik. Suzish havzasiga borib olasizlarmi? Masalan, ota-onalar, hurmatli ota-onalar yoki dodalar yo buvilar o'sha farzandinglarni nazoratsiz qoldirmanglar. Hozir ko'p mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsizlar, bolani cho'kish holatlari bo'ladi ko'p. Nazoratsiz bo'lgani uchun bo'ladi. Bu birinchi asosiy muammo. Ikkinchi masala, suv havzalariga cho'milishga boryapsizlarmi? Uni
foydalanish tartibini to'g'ri bilish kerak. Ya'ni o'sha xlorligi, xlorga tushishdan oldin o'sha maxsus bosh kiyimlarni kiyish, shapkalarni kiyish yo bo'lmasa ochkilarni taqish yoki bo'lmasa terisi quruq odamlar yo allergiyasi bor odamlar bo'lsa, terini namlantiruvchi kremlarni surib borish va cho'milib bo'lgandan keyin albatta dush qabul qilish va tarkibida sulfat saqlangan shampun yoki gellar bilan yuvishni tavsiya qilamiz. Eng asosiysi sog'lik, salomatlik. Hamma o'sha kuzatib turgan xalqimizga, kuzatuvchilarimizga xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, fayz baraka bermasin, o'zligini ehtiyot qilsin, o'zligini sevsin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Har doim kulib baxtli bo'ling.